Kosmetika do'konida ishlash eng katta plusi bu tekin Uxod kosmetika. O'zimda o'sha mashhur Estelin vitamin C Uxod naborini test qilamiz. Chunki bu nabor o'zini oqartiruvchi va ideal ko'rish effektini beruvchi ta'sir bilan hammani ko'nglidan joy olib kelmoqda. Nabor ichida penka, poralaringizni chuqur tozalab, makiyajdan asar ham qoldirmaydi. Yuzingizni mayin qiladi, lekin qurtib yubormaydi. Ertalabki kechqurungi kremini gapirmasa ham bo'ladi. Ertalabki kremini baza sifatida ishlatingiz ham bo'ladi. Kechqurungi kremini yuzingizni koreyaslangidek tiniq va yaltiroq qiladi. Serumi ugrilana ajali. Yuzingizni prям silliq o'qib qo'yadi. Natijasini bittada sezasiz. Shunaqa bu nabor haqiqatda pulga arziydi va o'z shov-shuvlarini oqlaydi. Endi esa ekranga yaqinroq kelinglar. Mana makiyajimni shu Uxod nabori penkasi bilan qanaqa ko'pirishini o'zingiz ko'ring. Bu nabor mahsulotlardan apelsin hidi kelib turibdi. Endi esa navbat ugrilan ajali bo'lgan serum. Videoni boshida bu serum yuzingizni yaltiratadi va tiniq qiladi degandim. Vot sizlarga isboti bilan. Siz ham bu nabordan albatta ishlatib ko'rishingiz kerak. Effektini bir hafta, uzog'i bir oyda sezasiz. Endilikda storiesimda polni shu Estelin nabor bo'ladi. Nega desangiz, har kuni bu naborni ishlatayotganimni va yuzimda qanaqa o'zgarishlar yuz berayotganini sizlarga aytib boraman. Namlovchi krem lekin prosta wow. Mashalloh, yuzimni qaranglar. Videodagi naborni ko'p ko'zdan topishingiz mumkin. Narxini bilish uchun kommentariyaga Estelin deb yozib qoldiring.